Yaxshimisiz, Amerika prezidenti Donald Trump efendim. Mening ismim Yarmahmat Barat. Men tuqqanlarim ustidan guvohlik bermoqchi. Men asli Sharqiy Turkistonning G'ulji shahridan. Hozir Amerikaning Ohio shtati Columbus shahrida yashayapman. Tuqqanlarim bilan aloqam uzilib qolgani 1 yildan oshdi. Yaqinda boshqa birlarininki Mana uçur berishidan ba'zi xabarlarni aldım. Dadamni kampiga solab, ig'ir og'riq chiqib tashab beribdikan 1-oyning 3-kuni 2019-yili 1-oyning 3-kuni, ya'ni chorshanba kuni qaytish bo'pti. Tuqqanlarimdanki ba'zilarining xabarlarini aldım. Akam Nurmuhammad Baratning xabarini uqmadim hozir nadiligini. Singlim Voysham Baratninki yo'ldoshi Hamid Isroilni kampiga akirkitibdi. Uning qizining yo'ldoshinimi, ya'ni kuyovligini kampiga akirkitibdi. Inim Ismoil Baratninki nadiligini uqmayman. Yana bir inim Ibrohim Baratni kampidikan deb angladim. Yana bir inim Yasinjon Baratnimi kampidikan deb angladim. Kichik singlim Shakuran Baratmi kampidikan. Ya'ni mao dadamning singlisining qizi Surtibamiyada Guljannat Ablat bumi kampidikan. Hozir saqmo qandaq uqmaymiz. Bu Guljannat Ablatning inisi Abdusamad Ablat bumi kampidikan. Hozir saqmo qayada uqmaymiz. Yana bir tuqqan qarindishim İmam Mehmet Abdurshid, Shirmahmat Abdurshid, yani ismi atalmagan nurg'un tuqqanlarim, do'stlarimning xabarini ololmayapmiz, telefon aloqami yo'q. Shunlashqa sizdan yordam so'rab, bu videoga so'z qoldiryapman. Sharqiy Turkiston xalqini Xitoy kommunistlari 2-dunyo urushidagi nasis Germanning yahudilarni qirg'in qilishidanmi 2000-yillarning 5-idagi Yugoslaviya ittifoqi Kosovo xalqini qirg'in qilishidanmi necha hassa oshiryapti hozir. Shunlashqa siz bu cho'ng demokratiya davlatininki prezidenti bo'lish suhbatingiz bilan Sharqiy Turkiston xalqiga ega chiqishingizni umid qilaman.